Assalomu alaykum do'stlar. Biz 28-savolning tahlili. 23 yoshli ayol tez yordam bo'limiga nafas ola olmaslik, bosh aylanishi va barmoqlar hamda oyoqlar va og'iz atrofidagi uvishishlar bilan shikoyat qilganligi uchun olib kelindi. Bu holat tunnel orqali harakatlanayotganda sodir bo'ldi va simptomlar yuzaga chiqdi. Qanday arterial qon va pH ning qaysi biri bu bemorning tashxisiga mos keladi deyilyapti. Asosiy simptomlar nafas olish qiyinlashuvi, bosh aylanishi, uvishishlar va og'iz atrofidagi uvishishlar. Endi mexanizm, ya'ni diagrammaga to'xtaladigan bo'lsak, giperventilyasiyaning buzilganligi, ya'ni o'pkada ko'p miqdorda SO2ning chiqishi va gipokapniya, ya'ni SO2 miqdori kam va arterial qonning ishqoriy tomonga siljishi bo'lyapti bu yerda. Ya'ni arterial qon pH normada 735-745 darajasidan yuqori bo'lib ketyapti. Va normal va o'tkir alkaloz ko'rsatkichlari, arterial qon ko'rsatkichlari deyilganda o'zi normada pH 745 gacha bo'lishi kerak edi, lekin bunday 35-45 mm simab ustuniga teng bo'lib qolyapti. Tashxis uchun esa eng mos arterial pH bu 745, ya'ni alkalemiya darajasi bo'ladi. Bunda gipokapniya va alkaloz, ya'ni miya qon tomirlarining to'rayishi orqali bo'lyapti va bu yerda ionlarning kalsiysining oqsil bilan bog'lanishining ortishi natijasida vujudga kelyapti.